Ishonchli axborot bugungi kunda har qanday demokratik jamiyatning poydevori. Biroq axborot makonida goho ommaviy axborot vositalarining aniqlik va mas'uliyat prinsiplariga zid ravishda harakatlar kuzatilib turishi achinarli holat. Deylik, elektromobil poligoni yoki mahalliylashtirish siyosati tanqid ostiga olinmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish har qanday industrial mamlakatning strategik maqsadidir. Yevropa ittifoqi davlatlariga mahsulot eksport qilish uchun barchamizga ma'lum bo'lgan o'sha SE belgisini olish yoki AQSh bozoriga kirish uchun FDA yoki USDA ma'qullanishidan o'tish kerak. Mamlakatning ravnaqi, uni sanoat, bozor, iqtisodiyot va huquqiy sohalardagi bir taraqqiyoti uchun mas'uliyat hissi bilan xizmat qilayotgan rahbarlarni tuhmat, g'iybat va soxta ma'lumotlar bilan tahqirlashdan ko'ra intellekt, ilm, eruditsiya, tahlil orqali bir adolatli xulosa chiqarib, tinchligi barqaror bo'lgan jamiyatni barpo etishga xizmat qilish kerak. Sir emaski, ishonchli axborot bugungi kunda har qanday demokratik jamiyatning poydevori. Biroq axborot makonida goho ommaviy axborot vositalarining aniqlik va mas'uliyat prinsiplariga zid ravishda harakatlar kuzatilib turishi achinarli holat. Bunda e'lon qilinayotgan materiallar jamiyatda noto'g'ri tasavvur hosil qilish, xalq va davlat o'rtasidagi ishonchni yo'qotish, shuningdek davlat va hukumat rahbariyati faoliyatini qoralash orqali ularga nisbatan beasos shubha uyg'otishga qaratilgan bo'ladi. Masalan, ba'zida hukumat rahbariyatini yashirin guruhlarning bosh homiysi yoki monopoliya tarafdori sifatida ta'riflanishi bu nafaqat shaxs sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlash, balki jamiyatda davlatning asosiy boshqaruv organlariga nisbatan bo'lgan ishonchni susaytirishga qaratilgan bir siyosiy provokatsiya sifatida baholash mumkin. Deylik, elektromobil poligoni yoki mahalliylashtirish siyosati tanqid ostiga olinmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish har qanday industrial mamlakatning strategik maqsadidir. Misol uchun, 2021-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sanoatni rivojlantirish tashkiloti tomonidan e'lon qilingan hisoboti bor edi. O'shanda aytilgan, mahalliylashtirish siyosati milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi, ish o'rinlarining ko'paytirilishi va tashqi iqtisodiy xatarlarga nisbatan mustahkamlikni ta'minlashning asosiy vositasi ekanligi qayd etilgan. O'zbekiston ham bu kabi tendensiyalardan mustasno emas. Bugungi kunda mamlakatda avtomobilsozlik, to'qimachilik, qurilish materiallari, oziq-ovqat sanoati va boshqa sohalarda mahalliylashtirish darajasi kundan kunga ortib bormoqda. Qo'shimcha ravishda, agar ig'voli tanqidlar monopoliyaga qaratilayotgan bo'lsa, monopoliyaning yangi formasi sifatida o'sha ta'riflanishi mumkin bo'lgan, deylik, texnik sertifikatlar yoki sanitariya standartlari, import bojlari va litsenziya tizimi bu dunyoning har bir taraqqiy etgan davlatida mavjud amaliyotdir. Masalan, Yevropa ittifoqi davlatlariga mahsulot eksport qilish uchun barchamizga ma'lum bo'lgan o'sha SE belgisini olish yoki AQSh bozoriga kirish uchun FDA yoki USDA ma'qullanishidan o'tish kerak. Bularning barchasi bozorda faqat raqobatbardosh, xavfsiz, sifatli mahsulotlar harakatini ta'minlashga qaratilgan. O'zbekistonda ham ichki bozor iste'molchilarni sifatsiz va nostandart tovarlardan himoya qilish hamda milliy ishlab chiqaruvchilarga strategik rag'bat berish bu mexanizmlar bosqichma-bosqich joriy etiladigan amaliyot. Ba'zan ijtimoiy tarmoqlarda bozor yopilmoqda yoki chetdan tovar kirishi to'xtatilyapti degan da'volarni kuzatish mumkin. Va bular ham mutlaqo asossiz. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi yillar, mana 2023 yoki 2024-yillarda O'zbekiston tashqi savdosi hajmi muttasil o'sib, eksport va import muvozanati ta'minlanmoqda. Agar qaysidir tovar importida cheklov kuzatilar ekan, demak, ushbu mahsulot sifat, gigiyenik va texnik talablarga javob bermaydi hamda uni davlat cheklashga haqli. Bu amaliyot xalqaro normalarga to'liq mos tushadi. Shuning uchun xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, bu kabi tanqidiy formatlarda asossiz keltiriladigan ma'lumotlar ommaga manipulyativ yoki internet foydalanuvchilari ongiga bir negativ uslubda singdirishga harakat sifatida baholash mumkin. Mamlakatning ravnaqi, uni sanoat, bozor, iqtisodiyot va huquqiy sohalardagi bir taraqqiyoti uchun mas'uliyat hissi bilan xizmat qilayotgan rahbarlarni tuhmat, g'iybat va soxta ma'lumotlar bilan tahqirlashdan ko'ra intellekt, ilm, eruditsiya, tahlil orqali bir adolatli xulosa chiqarib,
tinchligi barqaror bo'lgan jamiyatni barpo etishga xizmat qilish kerak.